kompyuter, notebook yoki monoblok sotib olayotganda juda ham e'tiborli bo'ling. Sizni aldash juda ham oson. Demak, aldanib qolmasligimiz uchun bir necha dasturlar bizga kerak bo'ladi. Birinchi dasturimiz bu AIDA 64 sanaladi. Ya'ni AIDA 64 dasturni ochib oldik mana. Dasturimiz mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Ushbu dasturda mana bu yerda olovcha rasmi bor. Olovchani bosdik hamda chap tarafimizda turgan barcha galchkalarni qo'yib chiqamiz hamda start tugmasini bosamiz. E'tiborlisi, start tugmasini bosishimizdan oldin biz markaziy prosessorimizni yuklamasini ko'ramiz. 15%. Start tugmasini bosdik. Va ko'rib boryapmiz 100%. Mana shu 100% bo'layotgan paytda kompyuterimiz agarda biron bir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa yoki o'chib qolsa, bilingki sizni aldashmoqda. Ikkinchi dasturimiz Hard Disk Sentinel hisoblanadi. Hard Disk Sentinelda ikkita foydali tarafi bor. Ya'ni birinchisi kompyuter yoki monoblogimizga o'rnatilgan xotirani ahvolini to'liq aytib beryapti. Mana yangi turibdi. Здоровье 100% bo'lishi kerak, bizda ham 100% bo'lishi kerak. Mana bu yerda bizda eski SSD'miz turibdi, bu yoqda 91% bo'lib turibdi. Ya'ni ishlatilganligi bilinyapti. Mana bu yana qanaqa foydali ilovalarni sizga taqdim qilaylik. Kommentariylarga yozib qoldinglar.